Assalomu alaykum do'konimiz xaridorlari va podpischilar. Bugungi obzorimizda Damas tombarlarimizni yangi versiyasi kelgan, ko'rishingiz mumkin. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol o'zingizdan xarid qilaverasizlar. Mana katta varianti sifatlarga bitta addan baho berasizlar. Turishlari ham o'ta bo'ladi. Hamma rangini kelib qo'yganmiz. Bularimiz video boshida narxini aytib o'tkaman. Bularimiz 420 ming so'mdan bemalol zakaz qilishingiz mumkin. 3 ta plafonli o'tlar yonadi, yo'llar yonadi. Xohlagan rangidan zakaz qilaverasizlar. Bularimiz 420 ming varianti. Bog'da 320 ming so'mlik variantlarimiz ham bor. Bunimizda ham har xil ranglari bor. Sifatlari ham, kayfiyati ham o'ta cho'tki chiqqan. Rangini tanlab aytaverasizlar. Bog'da обычный variantlarimiz kolonka qo'ygan jo'g'lardan tayyor teshib qo'yilgan, orqalari falgan. Dokument so'zana yo'qolib qolmaydi. Seplari bor, pistollari ham addanni vidga o'zgartirib qo'yilgan. Buni ham xohlagan rangina bor. Bunimizning narxini 125 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga qaysi rang kerak bo'lsa, bemalol tanlab zakaz qilishingiz mumkin. Ranglarga bitta like bosib ketasizlar, xudo xolasa. Ammo bunimizda asosiy fishkasi mushnaga qo'yganda joy-joyga birga bir tushadi, zazor bo'lib qolib, xizir qilib, mashinaga tegmaydi, unga chiroyli tushadi. Kimga shunaqa sifatli barlar kerak bo'lsa, bemalol Niravtodan xarid qilasiz. Ba'zi komfortli gerpi barimiz 450 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasiz. Ba'zi kosmosli variantlari ham bor. Bunimizning narxi 500 ming so'm. Barchani do'konimizda kutib qolamiz.